Assalomu alaykum hammaga. Bugungi ishxonamizdagi mehmonimiz Qorabayir Mers mashinasi. Bu mashinamizda polni kuz broneflyonka ishlariga olib qoldik. Mashinamiz ishlarini ham boshlab oldik. 210 mikronli broneflyonka bilan qoplab beramiz to'liq qismini. Bunaqangi qimmat mashinalarga yurgandan keyin pastialni broneflyonkasini qoplamasa bo'lmaydi. Arzimagan narsa ham kraskasiga ziyon yetkazishi mumkin. Bu mashinamizni polni kuz broneflyonkalarini qilib beramiz. Ideal holatda qilib, har bitta detaliga alohida ahamiyat berib. Mashinamizni saloniga kelib to'xtalsak, voh. Shunaqangi chiroyli mashinalardan hammamizga nasib qilsin. Mashinamizning barcha chiziladigan qismini ham broneflyonka bilan qoplab beramiz. Nasib bo'lsa shunaqangi chiroyli mashinalardan hammamizga nasib qilsin. Qorabayir Mers mashinasini polni kuz broneflyonkalarini qilib, ideal holatda o'z egalariga topshiramiz. Kimda shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, biz bilan bog'laning, sifatli qilib o'z egalariga topshiramiz. Hammani omadini bersa, hammamizga shunaqangi chiroyli mashinalardan mana erish nasib qilsin.